Onagohlikda hurmatli obunachilar, navbatdagi kanal Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yalang'och qishlog'iga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Olib borib, hamyog'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Pechka 1 metrli, 1.30ligi ham bor, oldi chiqqan o'choqlisi ham bor. Kichkina oldi chiqqan o'choqlisi ham bor. Xohlaganlaringizni zavodskoy deysizlarmi, kraskalangan deysizlarmi, xohlagan turda pechkani zakaz qilsangiz olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Sement qum, uy egasi azbest turba shifrdan chiqadigan bo'lsa, bitta bakalashkadagi yoqib qo'yishadi, qolganini olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Pechkani orqa tarafi bisopka g'ishlari bilan urib, chiroyli qilib yoqib sinab berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab. 1.5 ekan, joylarni tashib ketishgan egalari. Kelib mana yuksagarton bor ekan, yo'llarini ochilganda, buzilganda ochiq qolsa, uy egasi sekin yamab, mana yamab tevadan shuvatib oladi. Biz pechka qurib beramiz borib. Mana buchi, bitta. Mana oldi ko'rinishi. Mo'ri aylanib chiqib ketgan, tepadan qora quralar, saqchga o'xshagan narsalar umuman oqmaydi. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Xizmat bo'lsa, nomerlar alohida qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.